دستورنا القرآن. Hech qachon kofir mo'minning ustidan sayyid bo'lmaydi. Na shaxsan, na hukumatan. Ya'ni shaxsan deganimiz, masalan, bitta kofir kelib sizni ustingizdan xo'jayin bo'la olmaydi hech qachon. Mo'min bo'lsangiz agar. Mayli, ish yuzasidan, boshqa yuzasidan siz uni qo'lda bir ishlarsiz, lekin aslida u sizni xo'jayiningiz emas. Hukumat jihatdan ham deganimiz, bir kofir hukumat, tog'ut hukumat hech qachon mo'minning ustidan hukmini o'tkaza olmaydi. Bugun zamonaviy islohda bir gap bor. Qonun ustuvorligi deydi. Bu gaplar o'sha qonunga itoat qilaman degan, o'sha qonunni qabul qilgan odamlarga, ammo bizga emas. Davlatimiz, qomusimiz, qonunimiz, konstitutsiyamiz, u seniki, bizniki emas. Bizga o'tmaydi. Sen o'zingga hojat deb bilsang, o'shani hukmiga itoat qil. Biz o'zimizga uni hojat deb bilmaymiz. Va qomus deb bilmaymiz, shuning uchun bizga unga itoat qilmaymiz, bizga uni itoat qilishligimizga ham chaqirma. Keyin aytadi, alfaya ikkisi yo'liqdi kimga? Sayyidaha, xotinning sayyidiga. Nega ikkisining sayyidiga demadi? Xotinga faqat sayyidiga deb gapirilyapti. Xotinning sayyidi. Sayyidahuma demadi. Ya'ni u ikkisining sayyidi demayapti Alloh. O'sha xotinning sayyidiga yo'liqdi. Ya'niki u eri. O'ki o'sha Yusuf alayhisalomni sotib olgan shaxs. Misrning azizi deydigan hokim ya'ni. Xo'p, nimaga Yusuf alayhisalomga sayyid deyilmadi u? Chunki birinchi Yusuf alayhisalom qul emas. Sayyid degani hoja deganida. U xotinning hojasi to'g'ri u erkak. Ammo Yusuf alayhisalom qul emas-ki, u Yusuf alayhisalomning hojasi bo'lsa. Shuning uchun Yusuf alayhisalom sotib olingan paytlarida ham Alloh u kishini sotib olgan shaxsni allazi ishtarahu min Misr. Misrdan sotib olgan shaxs deb gapirdi. Yusufning egasi xo'jayini demadi. Yusuf alayhisalomni xo'jayini emas u odam chunki. Birinchidan mana shu. Shuning uchun Yusuf alayhisalomning sayyidi demasdan o'sha xotinning sayyidi deyapti. Ikkinchidan, u kofir edi o'sha paytda. Yusuf alayhisalom mo'min. Hech qachon kofir mo'minning ustidan sayyid bo'lmaydi. Shuning uchun Yusufning ham sayyidi demadi, xotinning sayyidi deb. Uchinchidan, u ayolning eri. Ayolga nisbatan sayyid. Shuning uchun mana shu yerda o'sha faqat xotinga nisbat berdi, sayyidaha, o'sha xotinning sayyidi deb. Sayyidahuma, ikkisining sayyidi demadi. Endi mana shundan 410-foydani olamiz. Aslida hur odam qul qilib sotilinishi bilan u qul bo'lib qolmas ekan. Masalan, hozir ba'zilar hur odamni olib ketib, hujjatlarini olib qo'yib, uni quldek qilib ishlatadi. Endi u odam qul bo'lib ishlaverish kerakmi? Yo'q, qul emas u. Imkon topgan vaqti qochib ketsa, imkon topgan vaqti o'zi ozod qilsa bo'ladi. Hur odamni qul qilish bilan u qul bo'lib qolmaydi. Keyin 411-foyda mana shundan, mo'min ustidan kofir odamni siyodati, ya'ni hukmronligi, hojaligi, boshqaruvi yo'q. Na shaxsan, na hukumatan. Ya'ni shaxsan deganimiz, masalan, bitta kofir kelib sizni ustingizdan xo'jayin bo'la olmaydi hech qachon. Mo'min bo'lsangiz agar. Mayli, ish yuzasidan, boshqa yuzasidan siz uni qo'lda bir ishlarsiz, lekin aslida u sizni xo'jayiningiz emas. Hukumat jihatdan ham deganimiz, bir kofir hukumat, tog'ut hukumat hech qachon mo'minning ustidan hukmini o'tkaza olmaydi. Bugun zamonaviy islohda bir gap bor. Davlat suvereniteti yoki qonun ustuvorligi deydi. Konstitutsion tuzumni ustuvorligi ana shu arab tilida siyadatu davlat deyiladi. Biz buni Konstitutsiya islom kuzayiniga darsda batafsil gapirganmiz. Bu gaplar o'sha qonunga itoat qilaman degan, o'sha qonunni qabul qilgan odamlarga, ammo bizga emas. Bizga u kofir Fransiyani qonuni, demokratik yoki konstitutsion degan tuzumlari, suverenitet degan gaplari hech qachon hukmronlikka o'tmaydi. Alloh Qur'onda aytadi: "Va la yaj'alullohu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila." Hech qachon Alloh kofirga mo'minning ustidan hukmronlikka yo'l bermaydi deydi. Davlatimiz, qomusimiz, qonunimiz, konstitutsiyamiz, u seniki, bizniki emas. Bizga o'tmaydi. Sen o'zingga hojat deb bilsang, o'shani hukmiga itoat qil. Biz o'zimizga uni hojat deb bilmaymiz va qomus deb bilmaymiz, shuning uchun bizga unga itoat qilmaymiz, bizga uni itoat qilishligimizga ham chaqirma. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "La taqulu lil munafiqi sayyid fa innahu in yaku sayyidan faqad asxattum robbakum." Munofiqqa qarab sayyid demanglar. Chunki munofiq sayyid bo'ladigan bo'lsa, Robbinglarni norozi qildinglar deganlar. Qarangki, o'zi islomni da'vo qilgan bilan, lekin munofiq bo'lib yurgan odamga qarab sayyidim desang agar, sen Robbingni norozi qilgan bo'lar ekansan. Qayerdagi bir sarq jahannam tubida yotadigan munofiqqa qarab sayyidim deganing uchun. Endi u tog'ut kofir bo'lsa-chu, Fransiyaning qonunini ko'tarib yurgan, unga qarab sayyidim desang, Robbingni norozi qilgan bo'lasan. Sayyidim degani nima degani? Mayli aynan shu kalimani ishlatmas, sayyidim degan masalan muhtaram degani. Janob oliylari degani.
Ana shu gaplarni gapirgan har qanday odam sayyidim degan bo'ladi. Yusuf alayhisalom qarang, ko'rinishdan qul bo'lgan bo'lsalarda, ammo Alloh kuchiga o'sha yerda sayyidiydi Yusufda degan so'zni ishlatmagan. Ko'ryapsizmi? Endi biz hozir alhamdulillah qul emasmiz, hurmiz biz. Va ularda o'sha o'zlarida qomusida ham yozib qo'yibdi har bir odam hur, erkin deb. Vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi deb. Bizga bir ular gaplari, lekin endi batariqa alo biz o'zimizga sayyid, muhtaram yoki janob demaymiz uni biz. Hech qachon kofirning siyodati, ya'ni ustunligi, ustuvorligi yo'q bizning ustimizda. Shuningdek mana otarchilar, aktyorlar, ana shunaqangi kishilarga qarab ham, saroy xizmatkorlariga, saroy mullalariga sayyidim, janobi oliylari, muhtaram degan so'zlar ishlatilmaydi. Illoki izofa bilan ishlatilishi mumkin. Izofa degani kimgadir nisbat berib, palonchani sayyidi bu. Palonchani janobi oliysi bu. Palonchani muhtarami bu kishi deb ishlatilishligi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Azimur Rum deganlar, Rumning kattasi. Mana Yusuf alayhisalom ham shu qissada keladi hali, bor Robbingdan so'ra deganlar. Robbim demaganlar ana podshohni, Robbing deganlar. Seni Robbing, meniki emas deganlar. Ana shunga o'xshab hozir ham gapiramiz. Prezidenting, muhtaraming, janobi oliylaring o'sha kishiga aytchi, ana shunaqa qilib gapirilsa buni yomon joyi yo'q. Lekin janobimiz, muhtaramimiz, sayyidimiz deb munofiq, kofir, tog'ut insonlarga gapirilmaydi.